Kelishdik. Chak-chak. Avtori Stephanie Black. Oğlan bugün oyun kartini maktabdagi do'stlari bilan o'ynash uchun sumkasiga selib oldi. U bek xushal edi. Tanafusda u do'stlari Safiya, Arslan va O'g'izlar bilan o'zida bor ortiq kartlarni almashtirdi. Qaysinglarda Karomat Shoh degan kart bor? U bek payzi kart. O'ng taraf ostida qora yulduz bor, deb so'radi o'g'lan. Safiya qo'lidagi kartga qaradi. Arslan qo'lidagi kartga qaradi. O'g'iz qo'lidagi kartga qaradi. Menda bor ekan, deb varqirdi O'g'iz. O'g'lan xushalligidan sakravatdi. Menda mush kartli komidi. Mush kartli bo'lsa, men yiqqan o'yin kartlari to'liq bo'ladi, deb varqirab ketdi. O'g'lan O'g'izdan: "Sen bu kartni mening boshqa kartlarim bilan almashtirishni xohlamsan?" deb so'radi O'g'iz. O'ng taraf ostida qora yulduz bor Karomat Shoh degan bu kart bek tez tepildigan kart. Shunga men sening kartlaring bilan almashtirishni xohlamayman, dedi. O'g'lanning ko'ngli bek yerim bo'ldi. Safiya, Arslan va O'g'izlar kartlarini almashtirib o'ynaverdi. Uzoq o'tmay o'g'lan O'g'izni o'zi bilan kart almashtirishga ma'qul keltirdigan bir yaxshi amal topdi. U bu amalidan bek xush bo'lib, hayajonlanib ketdi. O'g'iz, mening ost tarafida qora yulduz bor, Shohin Shoh degan bir kartam bor. Shohin Shoh va Karomat Shoh degan kartlar o'xshashla noyatda tez tepildigan kartlar. Sen Karomat Shoh degan kartangni mening Shohin Shoh degan kartam bilan almashtiramsan? deb so'radi o'g'lan. Yo'q, men bu kart qiziqmayman. Men yiqqan kartlar Shohin Shoh degan kart bilan bir xil turdagi kartlar emas. Ammo sening Qo'yintoz degan nuring bilan almashtirishni xohlayman, dedi O'g'iz. Hey, sen oljib qolmagansan? Mening Qo'yintoz degan nurim sening bu Karomat Shoh degan kartangdan necha has qimmat tursa, bularni qandoqmi silishtirg'ili bo'lsin? dedi o'g'lan. Undaq bo'lsa, sen Qo'yintoz degan nuring bilan almashtirishni xohlamasan, bo'ldi, kartamni ilishni o'ylashma, dedi O'g'iz. Tanafus vaqti to'shib, balalarning hammasi o'yinlarini yig'ishtirishib, sinflarga qaytishdi. Dars vaqtida o'g'lan bek ko'p o'ylandi. Karomat Shoh degan kartam bo'lgan bo'lsa, bek yaxshi bo'ladi. Yana o'ng taraf ostida qora yulduz bor, o'sha payzi kartni bekmi olg'im bor. Mush kart bo'lsa, mening o'yin kartlarim to'liq bo'ladi. Hey, O'g'izning Qo'yintoz degan nurimni olg'usi bor. Ammo Qo'yintoz degan nur Karomat Shoh degan kartdan qimmat tursa, qanday qilish kerak? deb o'z-o'ziga so'zlab ketdi. Qimmat bo'lsa nim bo'pti, sen uchun qaysi hammadan bekrak muhim? Qo'yintozni yoningda qo'yib, Karomat Shohdan voz kechgan bormi yoki Qo'yintozni voz kechib, Karomat Shohni elib, o'yin kartlaringni to'liqlagan bormi? dedi Safiya. O'g'lan yana o'ylanib qoldi. Safiyaning deganlari haqiqatan to'g'ri edi. Uning zodi qaysi muhim? Bir damdan keyin "Menga Karomat Shoh degan kart bek, nihoyatda bek muhim. Hatto qimmat pulliq Qo'yintozdimi muhim?" dedi o'g'lan yuqori ovozda. Tushlik tomoq vaqtida o'g'lan O'g'izga: "Men Qo'yintoz degan nurimni sening Karomat Shoh degan kartang bilan almashtirishni xohlayman", dedi. "Ammo shundoq kelishdik. Chak, chak!"